xodimga juda katta zarar yetkazgan ekan. Men uni o'zidan, oilasidan, ota-onasidan uzr so'rayman. Xalqimdan ham uzr so'rayman. Men aybdorman. Mening loqaligim oqibatida o'g'lim qotil bo'lib qolishi mumkin edi. Toshkentda yo'l patrul xizmati xodimini urib yuborgan 10-sinf o'quvchisining otasi jamoatchilikdan uzr so'radi. U o'g'lini yetarlicha nazorat qilmaganini va unga kam e'tibor qaratganini tan oldi. Otaning so'zlariga ko'ra, beparvolik sababli voqea yanada og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. Aniqlanishicha, o'quvchi avval ham o'z boshimchalik bilan avtomobil boshqarib, yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu transport vositasi 2002-yilda tug'ilgan qizga tegishli bo'lib, avtomobil 2024-yildan shu kunga qadar 18 marotaba transport vositasini boshqarish huquqi bo'lmagan shaxsga haydash uchun berilgan. Unda 37 marotaba boshqa turdagi yo'l harakati qoidalari qo'pol ravishda buzilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom etmoqda.